Assalomu alaykum mushtabdagi qarindoshlar. Assalomu alaykum Said Akram. Endi biz necha kundan yog'i mush diniy temada munozirlashdik, o'zimizning ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydik. Va shuning bilan birga ba'zi narsalarni bir-birimizdan savol qilib, unda qolsa ma'nimi uchun, unda qolsa ma'nimi uchun, bu nima uchun deganga o'xshash savol xarakterli so'zlarni qildik. Uning qarta bir-birimiz o'zimiz ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydik. Lekin her ikkalamiz bir-birimizni qoyil qilamadik. Men nimani his qildim desa, biz yomon mushu diniy temaga kirib, oldiga ilgilmay orqasiga chekinib ketdik. Necha yillarimizni o'qib, tugatib bo'lgan yerga kirib ketdik endi. O'qib bir tushuncha kelib qolgan narsani, tushuncha kelib bo'lgan, uning ichidan chiqib bo'lgan narsani yana boshqadan bir tushunishga, boshqadan yana bir tahlil qilishga yoki boshqadan bir talash tortish qilishga zo'rilib qolgandek boshqaga ketib qoldik. Orqaga chekindik endi. To'xtanglar, bu ish bo'lmadi, boshdan boshlaylik deb chugutib, yana bo'lmadi, yana boshdan boshlaylik deb buzitib qilayotganga o'xshash. Nurg'un ishlar ashundoq noldan boshlamasa qolmadi deb buzilib kelgandek, bu narsami yana noldan boshlamasa bo'lmaydigan yerga yetib kelyapti. Shuning uchun men bu munozir hozir eng oxirgi so'zimni qilaman. Bu munozirni endi to'xtatib qo'ysaqmi bo'ladi deb qarayman. Lekin shu to'xtatib qo'ysaqmi bo'ladi deb qarashdan avval yana Said Akramning so'ragan savoliga o'zimning tushungani bo'yicha javobimni berib o'tib, undan keyin to'xtayman. Endi bizning hozirgi so'ralayotgan savol xuddi bu dinni yangidan o'rgangandek, yangidan kirgandek, bir dinga yangidan kirgan odam sizning payg'ambaringiz nima ish qildi, nima ish qilgan, qanday ishlarni qilgan degandek, mushu ishlarni so'rayotgandek tuyg'u berib qo'ydi menga. Bu payg'ambar alayhissalomning Qur'onni akilib, qanday bir jamiyat barpo qilishni maqsad qilganligini Qur'onga o'tirg'i qo'ydi. Payg'ambar alayhissalomning ashi tarixiy o'zimi ko'rsatib turdi uni. U payg'ambar Madinada 10 yil nima ish qildi, shu tinch jamiyatni qurmay degan savolni so'rash meningcha toza muvofiq emas. Qat'iy dinni ko'rib baxmagan, bu dinni menga baxmagan, bu dinning tarixini, Qur'onini yoki shu rasulning tarixini o'qib baxmagan odam sizlarning payg'ambaringlar 13 yil Makkada nima ish qilgan, 10 yil Madinada nima ish qildi deb so'rasa, shu odamlarga yarashadigan, men siz bilan bizga yarashmaydigan bir gap ma'lum. Yarashmaydigan bir gap. Bizni xalqlar o narsalarning nima maqsadda bo'layotganligini biladi deb o'ylaydi-ku, jamiyatdagi odamlar. Siz mumatobda gap qilayotgan ekan, men mumatobda gap qilayotgan ekan, payg'ambar alayhissalomning qandoq beshidan issiq sovuqlar o'tganligi, nima ishni maqsad qilganligini, nimani maqsad qilganligini bular o'qib bo'lgan, bilib bo'lgan deb qaraydi. Shuning uchun biz hozir ikkimiz bir-birimizdan so'rayapmiz endi buni. Bir-birimizdan so'rayapmiz. Payg'ambar alayhissalom 13 yil Makkada shu dinni tashviq qildi. İnsanni insonning qulluqidan chiqarib, Allohning qulluqiga taslim qilaylik dedi. İnsanni insonning qulluqidan taslim qilib, chiqarib Allohning qulluqiga taslim qilish degan gap musulmon qilish, ya'ni islom diniga kirgizish emas. Musulmon qilish, uning e'tiqodini o'zgartirish emas. Qur'on shuning uchun uni diniga zo'rlama deydi. Lakum dinikum valiya din deydi. Seningmi dining o'zingga, meningmi o'zimga deydi. Her dinni o'z ixtiyorligiga qo'yib turib, yani islomni da'vat qildi. Tinchlik to'g'risida bir tal oyat bormi deysiz. Shu islom degan gap tinchlik shu. İslam dini degan gapning o'zi tinchlik dini degan gap. Bizning dinimizning ismi islom dini. İslam dini. Bizning dinimizning ismi islom dini bo'lgandan keyin shu tinchlik barpo qiladigan din degan gap. Qur'onda ular ta tinchlik kelganga qadar ular bilan kurash qilinglar degan oyat bor. Hozir men topolmadim. Lekin shuning uchun uni topolmaganligim uchun
İslam özü tinchlik bo'lgandan keyin islomga kelgan qadar urush qilinglar, kurash qilinglar ular bilan degan gap, shu tinchlik kelgan qadar kurash qilinglar degan gap. Ya islomning unda ma'nosi yo'q deb turibsanglar, endi uningga men bir nima demayman. Men shu necha yilningizni islom degan bir tinchlik, barobarlik, xotirjamlik degan gap deb tushunib keldim. Uningdan boshqa bir ma'nosi bo'lsa, uningki doim urush qilish degan gap, doim so'qishash degan gap, boshqalar bilan jidal terish degan gap desanglar, ya'ni shu oyat bilan dalillab bersanglar bo'ladi. Buningga bo'lgan tushuncham shu. Payg'ambar alayhisalom shu tinchlikni barpo qilish uchun, shu islomni vujudga chiqish uchun 13 yil tashviqot ilib bordi. Uningdan keyin cho'tis Madinaga borgandan keyin Madinada rasmiy shu tinchlikni barpo qilish uchun, shu islomni barpo qilish uchun ular bilan urush qilsa bo'ladigan oyatlar, ruxsat oyatlari tushdi, qo'liga qurol oldi. Madinada shu tinchlikni chiroyli barpo qilib bo'lib, Madinada payg'ambar alayhisalomga qarshi turarligidek bir kuchmi qolmagandan keyin shu tinchlikni ashadi chiroyli barpo qilib, Makkaga berib, Makkani fath qilib, Makkada shuni bilan yana shu tinch jamiyatni barpo qilib o'tib, mana shunchalik tinchlik holatga keldik. Urush jidal tugidi. Men sizlarga mana shu Qur'onni qoldirdim. Shu men sizlarni qanday qoldirganimsam shu paytda qilinglar hamda. Shu paytda davomlashtiringlar deb o'zining vazifasini ado qildi. Bu yerda biz payg'ambar alayhisalomning qanday bir dinni ekanligini, qanday bir jamiyat barpo qilish uchun harakat qilganlik to'g'riliq so'zlashayotgan bo'lgandan keyin sahobalarning payg'ambar alayhisalom dunyodan o'tgandan keyin u keyingi tarbiyaga kirmadi qanday. Menmi kirgidek iqtidorim yo'q buningga. Ma'noga bu shunchalik tushuncha beraylayman. Kirmadik payg'ambar alayhisalomning maqsadi ashundaq bir jamiyat barpo qildi. 10 yil nima ish qildi? Nimishki tinch jamiyat barpo qilmadi? Agar islom tinchlik bo'lsa, nimishki u tinchlikni barpo qilmadi degandek savollar bo'ladi. Islom tinchlik, shu tinchlikni payg'ambar alayhisalom barpo qildi. 13 yil tashviqot bilan bo'ldi. 10 yil rasmiy qurolliq jang bilan bo'ldi. Bizning bundan keyingi janglarimiz ya'ni shu tashviqot bilan ham qurol bilan bo'ladi. Shu chaqda biz davlatimizni ozod qilib, Xitoyning tajovuzini qo'g'lab chiqarib, tinch bir jamiyat barpo qilsak, bir yerga berib 10 yil hech narsa qilmay yotgan, tinchlik barpo qilmay yotgan odam bo'lamiz. Unda bo'lmaymiz. Ham tashviqot qilgan, ham qo'limizga qurol ilib shu tinchlik uchun kurash qilib, eng oxirida maqsadga yetgan odam bo'lamiz. Payg'ambar alayhisalom eng oxirida maqsadga yetgan. Bu so'zni ikkiga bo'lib qilay. Endi ikkinchi savolingiz, ahli sunnatning din deb e'tiqod qilayotgani bilan Qur'ondagi dinning nima farqi bor debsiz. Lekin buningdan burun biz o'tab bo'lgan, hozir yana shu yerga kelib to'xtab qoldik. Men ahli sunnatning din deydigan narsasidan bir nechini sanab berib, Qur'onning uni din demaydiganligini va Qur'onda undaq bir narsaning yo'qligini deb berma. Qolganlarni o'zinglar, bilimli qarindoshlar va iqtidorli qarindoshlar va o'zinglar shuni selishtirib, ikkisi o'xshamdiki, o'xshamamdiki farqlantirib olsanglar bo'ladi. Qur'onda namoz o'qimagan odamni o'ldirish yo'q. Murtadni o'ldirish yo'q. Zinoxorni o'ldirish yo'q. Aysoning tushishi degan bir narsa yo'q. Mahdining chiqishi degan bir narsa yo'q. Qur'onda mo'jiza degan bir narsa yo'q. Biz Muhammad alayhisalom manda mo'jizalarni berdik degan mo'jiz degan bir narsa yo'q. Biz Qur'onni mo'jiz qilib berdik deb, shu Qur'onning o'zini ko'rsatdi mo'jiz deb. Mo'jiz deb bir narsa yo'q. Go'rdi azob bor degan bir narsa yo'q Qur'onda. Sizlarni birasi shafaat qilib qutuldirib oladi degan bir narsa yo'q Qur'onda. Shafaat qilib qutuldirib oladi degan bir narsa yo'q. Endi qolgan tarafga kirmay, mushu cho'ng narsadan 8 narsani so'zlab berdim. Qur'on buni bizga din deb sunmadi. Birasi sizlarni shafaat qiladi deb din deb sunmadi. Muhammed alayhisalomning anda qo'lidan barmog'idan suv chiqdi, achki gap qildi, gap qildi, gap qildi, mushnimi din deb ishinglar demadi. Uning mo'jiza bermadi deb kesib etdi.
Gördə sizlərə manda azablar var deb Qur'an heç yerdə o gör azabı degəndək nərisə to'g'riliq to'xtalmadı. Qur'an din dunyoda odamni o'ltiribdinglar demidi. Namoz o'qimagan odamni o'ltiribdinglar demidi. Va zinoxurnimi chammigisak qilib taşlar bilan urib o'ltiribdinglar. Guvochisi bilan tutilsa o'ltiribdinglar demidi. Guvochisi bilan tutilsa uningga dara uringlar dedi. Mushu 8 turlik narsa ahli sunnatning dini mushu. Dinim emas deb baqsınçı. Ahli sünnet onu din deb qaramaydı deb siz deysangiz bo'laverdi. Siz onu din deb qaramayman men desangiz sizmi ahli sunnatda emas. Bizning ota bobolarimiz shu narsalarning hammani din deb kelgan. Namoz o'qimagan odam o'ltirildi, murtad o'ltirildi. Zinoxor chamgisa qilib o'ltirildi. İsa tushidi, Mahdi chiqdi, payg'ambar alayhissalomning mo'jizalari, qabr azobi, shafaat degan narsalarning hammasiga ahli sunniy vel jamoa e'tiqodidan İmam Hanifi mazhabidagi Uyg'urlar shu e'tiqod bilan yashagan, hozirgacha yashab kelyapmiz. Shuni biz din deymiz. Din deymiz. Qur'on uni din demaydi. Qur'on bilan o'xshamaydigan yeri mana shu. Uningdan boshqa nurg'un o'xshamaydigan yerlar bor. O'xshamaydigan yerlar bor. Lekin hozir hamda eng negizlik bo'layotgan cho'ng biz din deb kirib qolgan hamma odamga ishtik deb bersaklam farqlantira oladigan mushu 8 turlik narsa ahli sunnatning dini ash. Dini. Qur'onning dini emas juma bu. O'xshamaydigan nari bor debsiz müşir bor. Siz hamda o'xshash u deb qarasangiz u o'zingizning ishi, uning bilan hech qanday talash tartish qilishmayman. Yo'q, ahli sunnatda u narsa yo'q. U qanday ahli sunnatda bo'ladi? Ahli sunnat uning unda qaramaydi desangiz, qaramaydiganligini isbotlab bersangiz, agar siz mush 8 turlik narsani siz men unda qaramayman desangiz, ahli sunnat sizni mushrik qilib o'tadi hozir.